Patentning turlariga to'xtalamiz. Har bir ijod turi uchun alohida himoya obyekti mavjud. Bular ixtiro eng asosiylaridan biri patentda. Ixtiro yangi texnik yechim, qurilma, usul 20 yilga bo'ladi. Ya'ni ixtiro deganda umuman yo'q narsa bo'lishi kerak. Ya'ni qanaqadir buyumga qo'shimcha qo'shishingiz, unda yangi bir interfeys hosil qilishingiz yoki yangi qo'shimcha qo'shib qo'yishingiz bu ixtiro emas. Umuman yangi narsa yaratsangiz ixtiro hisoblanadi. 20 yil muddatga patentlanadi. Undan keyin boshida aytib o'tganimizdek jamiyat uchun ommaviy mulkka aylanib ishlatish mumkin bo'ladi. Ikkinchisi foydali model, qurilmaning soddaroq texnik yechimi. Ko'pincha ixtiroda o'tmagan, ixtiro sifatida patent bermagan nimalar foydali model sifatida o'tadi, patentlanadi. Bu 10 yil muddatga bo'ladi. Soddaroq texnik yechim hisoblanadi. Sanoat namunasi buyumning tashqi ko'rinishi, dizaynini patentlash hisoblanadi. 10 yil muddatga bo'ladi va yana 5 yil ariza beruvchini iltimosiga asosan cho'zdirilishi mumkin. Sanoat namunasini soddaroq qilib tushuntiraman. Har qanday tashqi ko'rinish, dizayni buyumga nisbatan, shunaqa biz ushlab biladigan narsalarimizga nisbatan sanoat namunasi hisoblanadi. Shu yerdagi narsalardan misol keltiraman. Yangi stul dizayni. Yangicha ko'rinish, misol uchun o'sha nimadagi matraslardagi qavariqlari soni, ko'rinish dizayni, tashqi shakli yoki mana shu yerda ushlab ko'rib turganimiz mana shu bakalni tashqi ko'rinish dizayni ham sanoat namunasi sifatida ro'yxatdan o'tkaziladi. Misol uchun pastki qismlari, mana bu yoqlarda qavariq borligi, mana shular hammasi sanoat namunasi hisoblanadi. Hozirda eng ko'p men o'zim ko'rayotganim sanoat namunasi sifatida kiyimlar ro'yxatdan o'tkazilyapti. Talabnomalar kiyimlarda yangi dizaynerlar, o'sha moda bilan shug'ullanadiganlar yangi kiyim bichimini yaratdiki, o'sha tikdiki, sanoat namunasi sifatida patentlayapti. Undan tashqari biz biladigan ko'pchiligimiz biladigan yirik Xitoy avtomobil kompaniyalari, o'sha BYD, Chery, Zeekr, Li avtomobillari o'zini yangi yaratgan avtomobil dizaynini sanoat namunasi sifatida patentlayapti. O'zbekistonda ham, ya'ni Xitoyda patentlangan. Hozir men yaqinda kirib ko'rdim. Chery'ni bir 8 xil, 10 xil yangi ko'rinish dizaynlari sanoat namunasi sifatida O'zbekiston hududida patentlashga topshirilgan. Ya'ni soddaroq qilib, oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, tashqi ko'rinish, dizayn obyekti, o'sha buyumni tashqi ko'rinishi sanoat namunasi sifatida ro'yxatdan o'tkaziladi. Keyingilar bu yerda alohida to'xtab o'tilmaganmiz. Geografik ko'rsatkich mahsulotning kelib chiqqan joyi aytiladi. Buni keyingi betlarimizda ochiqlab ketamiz. Seleksiya yutug'i, yangi nav, yangi hayvon zotlari, bularga nimalar? Yangi o'simliklar, hayvonlar kirishi mumkin. Misol uchun paxtani yangi turi, makajo'xorini yangi turi, qanaqadir biza hayvonni yangi turi, shular misol bo'ladi. EHM dasturi baza, dasturiy ta'minot ma'lumotlar bazasi. Bunga ilova qilayotgan, ya'ni ilova, startapchilar ko'pincha ilova bilan ishlaydi. O'zini ilovasini qilsa agar dastur kodlarini, front-end, back-end qismlarini, dasturini, parollarni, ya'ni kodlarini EHM dasturi sifatida ro'yxatdan o'tkazish mumkin. Keyingisi integral mikrosxemalar, mikrosxema topologiyasi aks ettirilgan. Ixtiroga ta'rif berganmiz. Texnika sohasidagi yangi texnik yechim, qurilma, usul, texnologiya, modda yoki mavjud narsaning yangi qo'llanilishi patent turlarining eng kuchlisi. Ixtironi, patent guvohnomasini rasmini ham qo'yganmiz. Yana bitta muhim narsa shu ko'rinishda bo'ladi. Ko'chma konstruktiv bo'lishi kerak, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga siljimasa agar, u ixtiro sifatida nima qilmaydi, ya'ni qanaqadir bino, katta bir obyekt, u ixtiro hisoblanmaydi. Ko'chuvchilik xususiyati unda mavjud bo'lishi kerak. Ixtiroga nisbatan shu ko'rinishda bo'ladi. 20 yil muddatga bo'ladi. Yangilikligi kerak birinchi o'rinda. Keyingisi ixtirochilik darajasi, keyin sanoatda qo'llash imkoniyati mavjudligi. Yangilik, ya'ni umuman ommaga oshkor bo'lmagan bo'lishi kerak. Birinchisi ta'rif berib ketaman. Ikkinchisi ixtirochilik darajasi, ya'ni ixtirochilik darajasini shu sohada ishlaydigan o'sha soha vakillari uni ixtiro sifatida tan olishi kerak. Ya'ni
oddiy fuqarolar bu ixtiro deyishi mumkin, lekin aynan shu sohani vakili, misol uchun matematik yoki kimyo sohasini vakili, biolog yoki o'sha boshqa shu fan sohasini vakili shu narsani ixtiro sifatida haqiqatan ham bilishi kerak. Keyingisi sanoatda qo'llash imkoniyati mavjudligi. Sanoatda qo'llash imkoniyati mavjudligi tibbiyot sohasida ishlatib bo'lsa, sanoatda ishlatib bo'lsa, qishloq xo'jaligida ishlatib bo'lsa agar sanoatda qo'llash imkoniyati mavjudligi deb hisoblanadi. Aynan biz yaratgan ixtiromiz, misol uchun dorini yangi tarkib turini yoki qishloq xo'jaligida shunaqa bir boshqa yangi narsa aynan sanoatda qo'llash usuli deganda shu sohalar nazarda tutilgan. Misol, yangi dori formulasi energiya tejovchi dvigatel va suv tozalash usuli hisoblanadi aynan ixtiroda. Bu yoqda kinodan misol keltirganmiz, ko'rganlar bo'lishi ham mumkin. Joy degan film bor, aynan patent haqida, ixtirolar haqida tavsiya beramiz ko'rishni. Amerika kino ijodkorlari tomonidan olingan, real voqealarga asoslangan. Joy ismli ayol 1990-yilda uy bekasi Joy qo'lini ho'llamasdan siqiladigan shpabarani ixtiro qiladi. Telekanalda jonli efirda mahsulotni o'zi sotadi, yarim soatda 18,000 dona sotadi. Ishlab chiqaruvchi pulni to'lamay patent huquqini egallashga urinadi. Ya'ni mana shu yerda patent masalasi ketgan bo'ladi. Patentlamaganligi tufayli turli xil holatlarga duch keladi. Bu yoqda aynan kinodan parcha o'zi o'sha ixtiro qilayotgani, ya'ni o'sha nimadan, iplardan shpabrani nimasini hosil qilayotgani aks ettirilgan. Keyinchalik joy hujjatlarini o'zi o'rganib, huquqlarini qaytaradi. Keyinchalik 100 dan ortiq patent egasi bo'ladi. Ya'ni turli xil patent egaligini oladi. Bitta o'sha yerda kinoda parchasida o'zi itlarga bo'yinbog' yaratgan bo'ladi, bo'yinbog'. Lekin patentlamaganligi tufayli boshqa bir kompaniya patentlab, undan yaxshigina daromad olayotgan bo'ladi. Keyinchalik u mana shu shpabrasini, boshqa o'zi yaratgan ixtirolarni patentlab oladi. Yaxshigina aynan shu patentga alohida qanaqa muhimlik darajasini aks ettirib bergan kinoda. Bu aynan ixtiroda edi. Ixtiroga misol sifatida ko'rsatganmiz. Foydali modelni ta'rifini berganmiz. Qurilmaga oid texnik yechim ixtironing soddalashtirilgan, tez va arzon shakli ixtirochilik darajasi talab qilinmaydi. Shuning uchun startaplar uchun juda qulay. Shu ta'rif. Patent, foydali modelda patent guvohnomasi shu ko'rinishda bo'ladi. Himoya muddati 10 yil bo'ladi. Ikkita mezon mavjud. Yangilik, sanoatda qo'llanuvchanlik, ixtirochilik darajasi mavjud emas. Ya'ni sanoatda qo'lla bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ixtiroga misol sifatida aytamiz. Kecha ham shu masalaga to'xtaluvdik. Misol uchun ko'zoynak bor. Ko'zoynak bor. Hammamiz taqib yuradigan ko'zoynak bor. Hozir ko'ryapmiz, o'sha iPhone edi, qaysi kompaniya ko'zoynakka o'sha kamera joylashtirdi. O'sha rasmga ol degan paytida rasmga oladi o'sha payt. Meta deydimi, shunaqa edi. Rasmga oladi. Shu foydali modelga misol bo'ladi. Ya'ni umuman yo'q narsa emas edi, ko'zoynak bor edi. Ko'zoynakka yangi imkoniyat qo'shildi. Rasmga olish imkoniyati qo'shildi. Yoki muzlatkich bor emas, u ixtiro emas. Muzlatkich bor. Unga o'sha ikkinchi nimasida, bo'limida televizor o'rnatdik biz. Ya'ni muzlatkichda o'zida televizor ham bor. Bu ham foydali modelga misol bo'la oladi. Ya'ni umuman yangi narsa emas, amalda mavjud narsa, yangi yana qo'shimcha imkoniyat beruvchi texnik yechim qo'shilyapti. Bu foydali modelga misol bo'la oladi. Misol, yangi konstruksiyali qadoq, qulay mahkamlagich, asbob qismi shunaqa. Shular aynan misol bo'la oladi. Bu yerda aynan ixtiroga, foydali modelga selfie tayoqchasini case sifatida keltirganmiz. Bu ham real bo'lgan voqea. Xitoyda Winners Sun Plastic Electronics kompaniyasi selfie kompakt tayoqchasini foydali model sifatida ro'yxatdan o'tkazadi va boshqa kontrafakt ishlab chiqaruvchilarga nisbatan qarshi kurash boshlaydi. Foydali model patenti ustiga 7 yil ichida 400 million yuanlik biznes quriladi. Bu mahsulot patentini haqiqiy emas deb topish uchun, ya'ni raqobatchilar, aynan shu mahsulotni ishlab chiqaruvchilar
bir necha marta, ya'ni 19 marta talabnoma yuboradi sudga va 2297 marta sud jarayoni bo'lib o'tadi. Natija patent guvohnomasini olgan korxona barcha sud ishlarida g'alaba qozongan va boshqa nusxalovchilarni jarimaga tortgan. Endi bu selfini bilasiz o'zlaringiz, tayoqchani. Bir 10 yil, 15 yil oldin modada edi, ya'ni ko'pchilikning qo'lida edi. Hozir uncha nima emas. Bu ham Xitoyda bo'lib o'tgan voqea. Hozir bilasizlar, Xitoy eng ko'p patentga ega davlatlardan biri. Har yili 3 millionga yaqin patent beriladi. O'sha turli xil yangiliklar, ixtirolar, foydali model, san'at namunalari bo'yicha. O'sha Xitoy kompaniyalarini O'zbekistonda san'at namunasini patentlayotganini ham bitta dalili shu, ya'ni Xitoyda ko'p ekanligi. Yana bitta narsa, o'sha BYD kompaniyasining o'zida o'sha 1000 dan ortiq patentlari mavjud, misol uchun. O'sha san'at ko'rinishi bo'yicha yoki avtomobildagi qo'shimcha qo'shgan bir nimasi bo'yicha, foydali model bo'yicha patentlari mavjud. Bu yoqda patent guvohnomasini ko'rsatganmiz. Xitoy Xalq Respublikasi bilan WIPO bu xalqaro patentlash agentligi emas, xalqaro patentlash tashkiloti. World International Property Organization deyiladi, yoki Patent Organization ham deyiladi. Biz ham aynan xalqaroda ishlayotganimizda xuddi shu tashkilot bilan ishlaymiz. Madrid tashkiloti bor, Madrid kelishuv bor, shu tashkilotning ichida shu tashkilot bilan ishlaymiz o'zimiz. San'at namunasida misol keltirganmiz va san'at namunasini patent guvohnomasi ko'rinishini aks ettirganmiz. Buyumning tashqi ko'rinishi, dizayni, qonunan yangilik va originallikka ega texnik, funksional va estetik sifatlar birligini ifodalovchi badiiy konstruktorlik yechimi texnikaning emas, ko'rinishini himoya qiladi. Boshida aytib o'tganimdek, o'sha paklashkani yoki mana shu stulchikni tashqi ko'rinish dizayni farqlovchilik xususiyati bo'lsa agar, shular sanoat namunasi sifatida ro'yxatdan o'tkaziladi. Misollar keltirganmiz. Idish shakli hozirgi keltirib o'tganim, mashinaning tashqi ko'rinishi, Xitoy kompaniyalaridan misol keltirdim. Mebel shakli hozirgi, gazlama naqshi, ko'pincha o'sha moda bilan shug'ullanadiganlar, dizayn bilan shug'ullanadiganlar, kiyim tikish bilan shug'ullanadiganlar, o'sha kiyimni gullarni ham turli xil qilsa, bezaklarni ham boshqacha qilsa, yoki fasonni boshqacha qilsa agar, shu san'at namunasi bo'yicha qiladi. Ko'ylakning tashqi ko'rinishi, o'zim ko'rayotganim, o'zimizga bitta bo'lgani, bir tarafda milliylik aks etgan kiyim, jaket, ikkinchi tarafda bir xil rangdagi jaket, shuni san'at namunasi sifatida patentlash uchun topshirilgan. Bizga ham shunaqa sal boshqacharoq dizayndagisi keldi, aynan topshirish uchun hozirda ishlar ketyapti. San'at namunasida yana bitta, nafaqat san'at namunasida, boshqalar foydali modelda ham, ixtiroda ham biza muhim bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa, biza agar aynan o'zimiz yaratayotgan ixtiro, foydali model, san'at namunamizni ommaga oshkor qilgan bo'lsak agar va bunga 6 oydan oshgan bo'lsa agar, bizani patent olishimiz juda murakkablashib ketadi. O'zimizda bo'lgan voqea, ikkita rakvina ko'rinish dizaynini san'at namunasi sifatida patentlashga topshiryapmiz. Tekshirdik, umumiy yaxshi. O'ziniki YouTubedan kelib chiqdi. Ya'ni o'zi 2023-yilda shu san'at namunasi dizaynini, rakvina ko'rinishlarini sotish uchun, ya'ni ijtimoiy tarmoq orqali sotish uchun, Instagramlar orqali sotish uchun post qilib qoldirgan, mana bunaqa deb qoldirgan. 2026-yilda patentlashga topshiryapmiz. Keyin biz aytdik, shu qarshi qo'yiladi. O'sha paytda 6 oydan oshganligi tufayli, ya'ni ommaga e'lon qilib bo'lingan, 6 oydan oshgan, 3 yil bo'lyapti. Shu qarshi qo'yiladi, shu tufayli atkaz oladi bu narsa dedik. Yo'q, bu o'zimniki, men o'zim aytaman, men o'zim isbotlayman, o'zimniki ekanligini shunaqa deb aytdi. Patentlashga san'at namunasi sifatida topshirganimizda rad javobini oldik. Xuddi shu narsa bo'yicha, ya'ni 2023-yilda mana shu ijtimoiy tarmoqda qo'yilgan, shu uchun o'tmaydi. Keyin u o'zimniki deb isbotlayman deganida isbotlab bilmadi. Ya'ni fuqaro bizga men keltirib beraman deganda, chunki u aynan o'sha mahsulotni distributorga sotgan bo'lgan. Yetkazib beruvchiga viloyatlarda. Distributor bu
san'at namunasi tashqi ko'rinish dizaynini u nimaga ijtimoiy tarmoqlarga qo'ygan. O'zini profilidan, o'zini akkauntidan, o'zini nimasidan emas, boshqa kishini akkauntidan, profildan qo'yilganligi tufayli va e'lon qilinganligiga 6 oydan oshganligi tufayli patentlar bo'lmadi. Yaqinda ro'yxatdan o'tkazgan patentimiz sanoat namunasi bo'yicha gimnastika akrobatlar nima qiladigan mashq stoli. O'shani yangi ko'rinishini sanoat namunasi sifatida ro'yxatdan o'tkazdik. Bu 6 oylik muddat ixtiroda ham, foydali modelda ham, sanoat namunasida ham bir xil ishlaydi. Ya'ni siz oshkor qilgan bo'lsangiz, e'lon qilgan bo'lsangiz, uje sizga bu minusga ishlaydi. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Talablar 10 yil, iltimosga ko'ra yana 5 yil. Bularni aytib o'tdik. Apple va Samsungning keysini keltirganmiz. Bu keys smartfonning dumaloq qirralari, mana bu chekkalari haqida gap ketyapti. Sanoat namunasi sifatida Apple tomonidan himoyalangan, patentlab olingan. Bozorning katta raqobatchilaridan biri Samsung Galaxy A telefonlarida aynan shunga o'xshash dizaynni ishlatgani uchun Apple tomonidan sudga beriladi. Bu dizayn o'rishi 7 yil davom etadi va 539 million dollarga tushadi. Natija, yakuniy xulosa, Apple patent olgan hisobiga g'olib deb topiladi. Sanoat namunasi muddati tugab, omma mulkka aylanganiga qadar. Lekin Samsung katta miqdorda jarimaga tushgan. Aynan shu nima bo'yicha. Endi katta kompaniyalarda bunaqa holatlar ko'pincha bo'lib turadi. Ya'ni o'sha chekka burchaklardagi qirralari bir xil to'rt burchak va yoki mana bunaqa silliqligi bo'yicha Apple sanoat namunasi sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan ekan, shunaqa sud jarayonlari bo'lib o'tgan. Keyingisi tovar belgisi. Biz asosan tovar belgisi bilan shug'ullanamiz. O'zim mutaxassisligim tovar belgisi, patent vakilim aynan shu sohada tovar belgisi bo'yicha. Tovar belgisida hozir e'tibor berishlarini so'rayman. Boshida aytib o'tganimdek, sanoat namunasida patent deyapti. Foydali modelda patent yozilgan, aynan guvohnomasida yoki ixtiroda patent yozilgan. Tovar belgisidan boshlab guvohnoma deb yozilyapti. Ya'ni biza tushunib olishimiz kerak bo'lgan narsa, foydali model ixtiro sanoat namunasiga nisbatan patent tushunchasi ishlatiladi. Boshqa obyektlarga nisbatan tovar belgisi, geografik ko'rsatkich, tovar kelib chiqqan joy nomi, ehem dasturiga nisbatan guvohnoma degan so'z ishlatiladi. Tovar belgisi bu nima? Mahsulot yoki xizmatni boshqalarnikidan ajratib turuvchi belgi, nom, logotip, slogan, rang yoki ovoz, hid. Aslida bu patent emas, guvohnoma bilan beriladi, ammo eng ko'p so'raladigan himoya hisoblanadi. Ya'ni ko'pchilik tadbirkorlar, mahsulot ishlab chiqaruvchilar, xizmat ko'rsatuvchilar tovar belgisi sifatida patent o'sha ro'yxatdan o'tkazadi. Ommabobi ham shu, foyda keltiradigani ham asosan shu. Nima uchun aynan aytyapman? Chunki o'zimizda ko'p bo'ladi. Qonun buzilish holatlari ham aynan shu bo'yicha ko'p. Huquq ko'chirish holatlari ham aynan tovar belgisi bo'yicha ko'p. Litsenziya berish holatlari ham aynan shu tovar belgisi bo'yicha ko'p. Yoki o'sha kontrafakt mahsulotlari ham tovar belgisi bo'yicha ko'p. Endi mana shu yerda bu xalqaro nimada ko'p uchraydi, bizda uchramaydi. Ovoz, hidlar ham tovar belgisi hisoblanadi. Ovoz, hid, rang. Bizda asosan nom, logotip, sloganlar ro'yxatdan o'tkaziladi O'zbekistonda ommatan. Men o'zim shaxsan ko'rmaganman qanaqadir hidni tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazilganligini O'zbekistonda. Eshitganman, ovozni o'sha Samsung, iPhone telefonlarining, Apple telefonlarini doimiy o'zini o'sha telefon bo'lgandagi jiringlovchi muzikasi bor-ku, telefon kelishi. O'shalarni tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazganligini eshitganman. Lekin aynan hidni, qanaqadir rangni tovar belgisi sifatida o'tkazilganligini O'zbekistonda eshitmaganman, chet ellarda bor. Rangga misol, rang ham farqlovchilik xususiyatiga ega bo'ladi, lekin aynan bir kishi o'ziga qilib ola olmaydi. Rangga misol, tovar belgisida Texnomart degan brendni bilamiz ko'pchiligimiz. Kichik harflarda Texnomart yozilgan, shriftlari chekkasida yulduzcha bor. Chekkasida bunday yulduzcha bor, orqa foni sariq rangda.
Texnomart so'ziga patent berilmagan, ya'ni tovar belgisi sifatida huquqiy himoya berilmagan. Huquqiy himoya nima degani? Texnomart so'zini hammamiz ishlatishimiz mumkin. Misol uchun men hozir bitta do'kon ochib, Texnomart yozib faoliyat ko'rsatishim mumkin. Texnomart patent guvohnomasi olgan bo'lsa ham, tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa ham, menga nisbatan qanaqadir chora ko'rishini so'rab murojaat qila olmaydi. Nima uchun? Chunki meni tovar belgim guvohnomadan unikidan farqlovchilik xususiyatiga ega bo'ladi. Ya'ni men rangini boshqacha qilaman. Yoki bitta odamchani rasmini qo'yaman, yoki xolodelnik bilan odamcha tushganini rasmini qo'yaman, yoki uychani rasmini qo'yaman. Orqa fonini boshqacha qilaman. Texnomartdan farqlovchilik jihatini ko'rsatib bersam agar ro'yxatdan o'tkazadi. Texnomart so'ziga patent bermagan. Chunki umumiy so'z, aynan tovar belgisida shunaqa joyi bor. Umumiy so'zlar patentlanmaydi. Ikki xilga bo'linadi. Umumiy so'zlar va o'sha patentlab olinadigan so'zlar. Umumiy so'zlarga misol uchun bozor, dorixona, texnopark, texnomart, media park kabi so'zlar umumiy so'zlar hisoblanadi. Patentlab olinadigan so'zlar esa sohaga aloqador bo'lmagan so'zlar patentlanadi. Sohani izohlovchi, ochib beruvchi, tavsiflovchi, nima haqida ekanligini anglatuvchi so'zlar patent berilmaydi. Faqat izohlovchi, tavsiflovchi hisoblanadi. Misol uchun toza suv. Men Buxorodaman. Buxoroda toza suv degan o'sha suv yetkazib berish tarmog'i keng rivojlangan. Toza suv deb yozib qo'ygan. Toza suv so'zini patentlab bo'lmaydi. Zaявка topshirgan, patentlashga topshirgan. Ro'yxatdan o'tmagan, bir marta shunchaki toza suv deb bergan. Bir marta orqa fonda qanaqadir logotip ko'rinish dizayn bilan bergan. Logotip ko'rinish dizayni ro'yxatdan o'tyapti. Toza suv so'zi patentdan o'tmaydi, chunki suvni tozaligini ifodalab aks ettirib turibdi. Aynan shu so'z. Shuning uchun so'zi himoya qilinmaydi. Endi yana bitta holat bo'lgan. Chunki bu sifat edi. Hozirgi toza so'zi sifat edi. Yana bitta holat bo'lgan. O'zimizda Grand Water deb topshirganmiz. So'zga himoya bermaydi, bizga ko'rinishi kerak deb. Grand Water, katta suv deb patentlashga topshirganmiz. So'zga himoya bermaydi, bizga ko'rinishi bo'lsa ham mayli deb topshirganmiz. Shu payt javobini rad javobini olganmiz. Boshqa kishi Grand Water deb ro'yxatdan o'tkazib olgan. So'ziga ham himoya olgan. Ya'ni Grand Water so'zini ham himoyalab olgan. Keyin men ekspert bilan gaplashyapman. Bir 2 yil oldingi voqea. Nimaga sifat so'ziga himoya bergansizlar deyapman. Suvga nisbatan grand so'zini ishlatib bo'lmaydi. Uni sifatlovchisi bo'lib qolmaydi degan menga izoh berilyapti. Ya'ni biza обычныйda, ya'ni oddiy hayot tarzimizda katta suv deb ishlatmaymiz ekanmiz. Toza suv, shirin suv, ko'p suv, kam suv, chuchuk suv, sho'r suv deb ishlatamiz. Lekin katta suv degan yoki kichik suv degan suvga nisbatan nisbat berib bo'lmaydi. Shu nisbat berib bilmaganlik tufayli, ya'ni bu oxir-oqibat nimaga olib keladi? To'lovlarni quyishiga olib keladi. Davlat bojlari kuyish shunaqa holatlari bo'ladi. O'shaning uchun tovar belgisida, ya'ni bu eng ko'p pul keltiradigan soha. Nima jihatdan? Tadbirkorga, ishlab chiqaruvchiga pul keltiradigan soha. Biz har doim tavsiya beramiz, muhofaza qilinadigan, ya'ni ro'yxatdan o'tganidan keyin so'zi ham patentlanadigan so'z qiling. Boshqalar o'sha so'zni ishlatib bilmasin. Chunki tashqi ko'rinish dizaynga o'xshashlik bo'lsa agar 30% dan ortiq farqlovchilik xususiyatiga ega bo'lsa agar o'sha tashqi ko'rinish dizaynga patent beradi. O'sha tovar belgisi sifatida farqlovchilik xususiyati bo'lsa agar patent beradi. Yana bitta muhim narsa, tovar belgisida aynan yo'nalishlar bor. Bu ixtiroda ham, sanoat namunasida ham bor. Xuddi shunday, misol uchun mashina yo'nalishi bor, gazlamalar yo'nalishi bor, idishlar yo'nalishi bor. Tovar belgilarida ham restoran sohasi boshqa narsa, dom qurish sohasi boshqa narsa, o'quv markazi boshqa narsa yoki qanaqadir suv ishlab chiqarish sohasi boshqa narsa. 45 ta patentlash yo'nalishlari bor. Muhim farqlovchilik joyi, misol uchun Ildiz deb kimdir kitob chiqaryapti. Kitob chiqarish nashriyot faoliyati bilan shug'ullanadi. Ildiz kitob nashriyoti deb va o'sha sohada patentlab olgan.
o'sha ildiz degan so'zni nashriyot sohasida patentlab olgan. Kimdir ildiz kitoblar do'koni ochsa agar, unga borib bu mani kitob nashriyot do'konimni nomi olib tasha deb muammo qila olmaydi. Ya'ni unga pretenziya qila olmaydi. Chunki patentlash yo'nalishlari bo'yicha uni kategoriyasi boshqa yo'nalishda, buni kategoriyasi boshqa yo'nalishda. Shu uchun bitta nomni bir nechta kishi bir nechta yo'nalishlar bo'yicha ishlatishi, faoliyat ko'rsatishi mumkin. Endi katta brendlarda shunaqa narsa ishlaydi. Akfa, Artel, shunga o'xshash katta kompaniyalar juda ham kattalashib ketganligi uchun, ko'pchilik uni omma taniganligi uchun hamma sohalarda patentlab oladi. Ya'ni o'zi ishlatmaydigan sohada ham patentlab oladi. Misol uchun, Artel deb bakal chiqsa agar, ko'pchilik o'sha Artel kompaniyasi, o'sha egasi J United Group bo'lgan kompaniyaga tegishli Artelni yangi mahsuloti chiqibdi degan ma'noda, sifatli degan ma'noda yoki bularni ko'pchilik taniydi, bu televizori yaxshi, xolodilniklari yaxshi, bunisi ham yaxshi degan ma'noda ommatan sotib oshishi mumkin. O'shani oldini olish uchun, iste'molchilarni chalg'ish holatini oldini olish uchun Artel, Akfa yoki shunga o'xshagan katta kompaniyalar o'sha mahsulotini hamma sohalarda patentlab oladi. Ro'yxatdan o'tkazib oladi. Nimagaki boshqalar ishlatmasligi uchun. Yana bitta muhim narsa bor. Patentlamasdan ham himoya qilinadigan so'zlar degan tushuncha bor. Ya'ni patentlamaydi yoki O'zbekistonda patentlamagan, lekin himoya huquqiga ega. Misol uchun bunga Coca-Cola brendini misol keltiramiz. Hozir kimdir Coca-Cola nomi ostida oyoq kiyim ishlab chiqaraman deb Adliya vazirligiga talabnoma topshirsa agar, Coca-Cola ishlab chiqarish, ya'ni suv, shirin suv ishlab chiqarish patentlash yo'nalishlarida 32-kategoriyaga kiradi. Suv ishlab chiqarish sohasida 32-yo'nalishga kiradi. Oyoq kiyim ishlab chiqarish 25-yo'nalishga kiradi. Bir-biriga aloqador emas, umuman boshqa sohalar. Lekin Coca-Cola nomi ostida suv ishlab chiqaraman desa agar, unga rad javob beriladi. Nima uchun? Katta Coca-Cola korporatsiyasi bor. Hozir sen ishlab chiqaraman desang, ishlab chiqarsang agar, omma, ya'ni oddiy xalq o'sha kompaniya endi bu faoliyat turini boshlabdi degan xulosa bilan sotib olishni boshlaydi. Agar seni mahsuloting sifatsiz bo'lsa yoki uni obro'sizlantirsa agar yoki katta miqdorda senga pul kelishini bu narsa ta'minlasa agar, o'sha kompaniyaning nomidan foydalangan holda sen daromad ko'ryapsan deb nima berishi mumkin? Aniq rad javobini beradi. Yana bitta holat, juda ham mashhur bo'lib ketganligi tufayli ayrim so'zlariga patent beradi. Apellyatsiya bilan bo'ladi. Bu ya'ni siz patentlashga topshirasiz tovar belgisi sifatida. Misol ham keltiraman hozir. Jigar o'zi patentlanadigan edi. Patentlanadigan so'z tovar belgisi sifatida patentlangan. Misol uchun apellyatsiyada bo'ladi bu. Premier so'zi sifat ekan. O'sha boshqa sohalarda premier deb topshirilganda so'zi muhofaza qilinmaydi deb yozib qo'ygan premier so'ziga. Aynan konditsioner ishlab chiqarish, shunga o'xshash sohalarda ko'rganimizda premier so'zi muhofaza qilinadigan so'z sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan. Keyin shu murojaat qilganimizda juda katta kompaniya bo'lgani uchun, omma buni tanigani uchun, mahsulotlari keng O'zbekistonga tarqalganligi tufayli premier so'zi muhofaza qilinadigan element, ya'ni premier deganda hamma bitta mahsulotni tushunyapti. Endi bu hamma ishlatishi mumkin bo'lgan umumiy so'zlik xususiyatini yo'qotib, aynan shu sohada o'zini yo'nalishi bo'yicha yakka bir shaxsga tegishli bo'lgan so'z maqomiga o'tadi. Bu aynan apellyatsiya bo'yicha bo'ladi, ya'ni boshida muhofaza qilinmaydigan element sifatida turadi. Keyin apellyatsiyaga berilgandan keyin huquqiy himoyaga ega bo'ladi. Umumiy himoya qilinmaydigan sifat so'zi bo'lsa ham. Jigar patentlab qo'ygan so'z. Endi bu degani boshqa shaxs so'zda foydalanish kerak emas degani yoki foydalansa unga jarima to'lanadi deganimi? Nima patentlagan degani? Jigar o'zi olgan. Tushunmasdim. Rahmat, zo'r savol bo'ldi. Omma anaqa bo'ldi. Bir shov-shuv bo'lib ketdi shu masala ijtimoiy tarmoqlarda.
yaxshi savol bo'ldi. Bu jigar so'zini o'sha akamiz yo'nalish bo'yicha patentlagan. Misol uchun restoranda patentlagan, savdoda patentlagan, yo qanaqadir yana bir yo'nalishda qanaqadir mahsulot ishlab chiqarishda patentlagan. O'sha faoliyat turida shu so'zni boshqa kishi brend qilib ishlatmasligi uchun, misol uchun jigar degan restoran ochmasligi, jigar degan o'quv markazi ochmasligi, misol uchun jigar degan savdo do'konlari ochmasligi uchun brend sifatida ro'yxatdan o'tkazgan kimdir jigar deb magazin ochsa agar, u kishidan tashqari boshqa odam ochsa agar, unga nisbatan qonuniy chora ko'rib biladi. Lekin jigar so'zini jigar deb aytish mumkin, gapirish mumkin, bir-birimizga nisbatan ishlatishimiz mumkin. Jigar so'zini u kishi patent qilmagan boshqa 44 ta, 45 ta sohada, ya'ni u kishi nechta sohani patentlagan bo'lsalar, o'sha sohadan boshqa sohalarda jigar suvlari deb men hozir patentlasam agar hech narsa deya olmaydi. U kishiga bu suvni patentlayapti jigar deb ham bormaydi. U kishiga murojaat ham qilmaydi, u kishiga bildirmaydi ham adliya. Qachonki u kishini sohalarida men topshirsam, misol uchun restoran sohasida men topshirsam agar, aynan o'sha odam jigarni patentlagan bo'lsa agar, Adliya vazirligi rad javobini beradi, restoran sohasida shu odam bor deb. Lekin aynan shu restoran sohasida ham faqat jigar pishirsa agar, faqat jigar mahsulotlari pishirilsa agar, jigar so'zi muhofazalik layoqatidan chiqadi. Chunki sohani bildiruvchi so'z bo'lib qoladi. Restoran bor, jigar nomi. Restoranning ichida faqatgina jigar mahsulotlari pishiriladi. Sohani bildiruvchi, izohlovchi, tavsiflovchi so'z bo'lib qolib, jigar so'zi muhofazalik layoqatidan chiqadi. Hozir misol uchun kimdir jigar deb restoran ochsa va ichida faqat jigar pishirsa agar, u Nodirxo'ja degan menimcha ismlari kelib, "Da, yo'q, olib tasha" deb ayta olmaylar, chunki bu faqat jigar bilan faoliyat ko'rsatadi. So'zi huquqiy himoyalik layoqatiga ega emas bo'lib qoladi. Shunaqa chuqur joylari bor. Мировой брендов. Тузлётна olgan va sabor san qaysi mahsulot chiqarish bo'yicha Prado, Gucci'da bo'lsin, bo'lgan shularni tashqi bozorda sub brendi aynan o'zini Alinkadan nusxasi boshqa logotipi bilan chiqqan, yoki o'xshash logotip bo'ladi. И A plus, B plus kopiyalar. Endi bunaqa narsalarni chiqargandan keyin u patentlangan narsa. Мировой бренд degan kompaniyaning markasini imzolab qaraymiz. Qaysi birini markasidan imzoladi? Misol uchun jarayonga bosish uchun sudlash. Tushundim aslida. Endi ular katta kompaniya, o'zi aytganingizdek, katta kompaniya. O'sha boshda aytib o'tganimdek, toki huquq egasi murojaat qilmasa agar, o'zi borib sizni huquqingiz buzilgan ekan, biz adliya ish ko'ramiz deb aytmaydi, adliya organi. Katta kompaniyalarning yuristlari bor, shu soha bo'yicha patent vakillari bor, yoki bizga ham bizlar ro'yxatdan o'tkazib bergan loyihalarimiz bo'yicha qanaqadir huquq buzilish holati bo'lsa, o'zimizga bizning tadbirkorlarimiz yoki bizning mijozlarimiz o'zimizga chiqadi. Mana shu meni mahsulotimdan foydalanyapti deydi. O'sha payt biz unga nisbatan chora ko'rishni boshlaymiz. Ya'ni savolingizga javob, katta kompaniyani, katta korporatsiyalarning o'zini odamlari bor, shu soha bo'yicha shug'ullanadigan. Agar ular murojaat qilmasa agar, poddelkasi, kontrafakti yuraveradi. O'sha boz futbolkalarni yoki oyoq kiyimlarni poddelkasi tiqilib yotibdi. Rimon klublarim bo'lsani darajam borda. O'zi ham rozi bu narsadan, chunki o'shani ommalashtiradi, tarqatadi. Mahsulotni narxi misol uchun 50 ming, 100 ming dollar qo'yadi, to'g'ri. Bu garantiya beradi. Nurgohing nisbatan и tasavvur qiling, ekspluatatsiya payti bloger bo'lgan, brending bo'lgan, sifat buzish. Siz zaявка berasiz, ariza berasiz, shunday ko'radi tadbirlar o'tasiz. Bu o'zini sog' tutmish mumkin. Bu meni mahsulotim emas. Meni brendimga tegishli emas. Poddelka. Tushundim. Bu yoqda endi o'sha brend egalarini bunga qarashiga bog'liq. Rosti ayrim o'sha nimalar manfaatdor, shunaqa kontrafaktdan nimadan manfaatdor, ya'ni bozorda yuraversin deydi, birdaniga hammasini ommadan yo'qotishga harakat qilmaydi. O'zini nomini tanitib turgan hisobda o'tadi. Ikkinchisi, o'sha poddelka bo'lsa, ya'ni qanaqadir sifatsiz mahsulot bo'lsa agar, uni o'zi
nimasini himoya qilish kerak bo'ladi? Qaysi ma'noda? Iste'molchilarini shunaqa narsadan, podelka narsadan aziyat chekmasligi uchun, mani nomim obro'slanmasligi uchun shuni yo'qotishimiz kerak degan ma'noda toki zaявка bermasa agar, adliyaga murojaat qilmasa agar, ya'ni huquq organlari, adliya, ichki ishlar, prokuratura unga nisbatan chora ko'rmaydi. Ayni paytda hozirda shunaqa. Endi bu O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha shunaqa. Chora ko'rmaydi. Iste'molchini huquq buzilish holatida faqatgina da'vogar arizasi bilan nima bo'ladi? O'sha qonun buzilish holatlarida ularga nisbatan choralar ko'riladi. Bering savolingizni. Bitta savoldan keyin tanaffus qilamiz. 1 soat bo'libdi. Assalomu alaykum. Rahmat. Men savolim tovar belgisi haqida emas, foydali model haqida. Men 2023 yili ariza berganman. 2024 yili real yildan keyin foydali model patent olganman. Paytda mavzu bo'yicha faqat men ishlayotgan bo'lganman, lekin hozirgi kunga kelib meni mavzum bo'yicha yana boshqa ishlayotganlar chiqyapti. Keyin o'sha boshqa ishlayotganlar ham masalan mana shu innovatsion rivojlantirish agentligining tanlovlarida g'olib bo'lyapti. Meni mavzum bilan deyarli yaqin, lekin menda foydali model patenti bor. Masalan, men ariza berdim, hozir men huquqimni qaysi tartibda, qanday himoya qilib bera oladi adliya? Zo'r savol, rahmat. Bu yerda shunaqa narsa bor. Aynan o'sha siznikiga o'xshagan foydali modelmi yo'qmi? O'sha narsani tekshiruv jarayonida Adliya vazirligi ular agar patentlashga topshirgan bo'lsa, foydali model. Bo'lib. Tushunarli. Unday bo'lsa siz ariza berishingiz kerak bo'ladi Adliya vazirligiga. Huquq buzilish holati bo'yicha qanday holatda shakllar bo'ladi? Mana patent guvohnomam foydali model bo'yicha shu yil olganman. Hozirda mana bu tanlov nomlari bilan keltirib, mana bu shaxslar, ya'ni kim huquq buzuvchi shaxslar yoki qaysi yuridik shaxs asoslab mana bu tanlovda mani foydali modelimga o'xshagan innovatsion g'oyasi bilan tanlovlarda qatnashib yuribdi, lekin ro'yxatdan o'tkazmagan, patent sifatida ro'yxatdan o'tkazmagan. Shu uchun mani foydali model patent guvohnomam bor. Unga nisbatan mani qonuniy choralarimni himoya qilishingizni so'rayman degan ma'noda da'vogar sifatida siz murojaat qilasiz. Ya'ni manfaatdor shaxs deyilgan. Manfaatdor shaxs nima? Uni shunaqa innovatsion g'oyasini ommaga oshkor qilmasligidan siz manfaatdorsiz. Chunki siz manfaat topasiz, u ommaga oshkor qilmasa agar. Ya'ni uchinchi shaxs, ya'ni patent bo'lmagan shaxs, buni patenti bor. Ya'ni sizni patentingiz bor, ana bittasi ishlatib yuribdi, buni yo'qotib beringlar deb nima qilmaydi? Manfaatdor shaxs. Adliya vazirligiga, intellektual mulk markaziga murojaat qilasiz. Hadrada joylashgan. O'sha yoqqa murojaat qilasiz. O'shalarni, ya'ni Adliya vazirligining o'zini sanoat mulki muhofazasi bo'yicha yuristlari bor. O'shalar o'rganib chiqib, agar haqiqatan ham asosli bo'lsa, ya'ni sizning da'voingiz asosli bo'lsa agar, uni ogohlantirib, o'sha jarimalar bor, jarimalarni qo'llaydi. Agar sizga haqiqatan moliyaviy zararlar yetayotgan bo'lsa agar, o'sha boshda aytib o'tgandek, jarima davlatga yetkazilgan zararni qoplab berish sud jarayonlarida sizga moliyaviy zarar qoplab berish holati ko'riladi. Bu uchun ya'ni bepul varianti, sizdan pul ketmaydigan varianti Adliya vazirligiga murojaat qilish, o'zingizga pul undirib olish, yurist yo'llab sudga chiqish. Shunaqa holatda bo'ladi. Agar bu ilmiy yo'nalishi bo'lsa, boshqacharoq qilmasa kerak. Labay? Agar bu ilmiy tadqiqot yo'nalishi bo'lsa, sal boshqacharoq qaralsa kerak. Sababi bitta ilmiy ish bo'yicha masalan 100 yildan beri odamlar ish qiladi. Bitta yo'nalishda, bitta ish bo'yicha. Deylik, kimdir 1 santimetr uzunroq qiladi, kimdir 1 santimetr qisqaroq qiladi, kimdir 70 gradusda soatda ishlaydigan. To'g'ri. Men aynan intellektual mulk davlat muassasasida ishlamayman o'zim. Shu nimaga to'g'rilab olmoqchiman tushunchalarni. Men intellektual mulk davlat muassasasida ro'yxatdan o'tgan patent vakiliman. Ya'ni shu faoliyatni olib borishda, ya'ni fuqaroga shu o'zini ixtirosini, sanoat namunasini, tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazishga yordam beruvchi firma biza, tashkilot biza. Sizlarning zaявкалаringiz, topshirgan talabnomalaringiz ekspertiza sifatida bizga kelib tushmaydi. Bizni topshirishdan oldingi ishlarni qilib berishga, masalan, tekshirish, xalqarodan tekshirish, masalan, sanoat namunasini tekshirish, to'g'ri yozish, to'g'ri topshirish
vaqtni tejash, pulni tejash bilan shug'ullanadigan firma biza. Chunki aynan tovar belgisida juda ko'p keyslar bor. Shu 5 yillik faoliyatimizda o'zim 5 yildan beri ishlayotgan bo'lsam tovar belgisida bitta bo'lgan voqea, Anjir degan nomni patentlashga topshiryapman savdo sohasida. O'zimni uyimdan turib patentlashga topshiryapman. Logotip brendlari qilingan, $1000 ga logotip brendlari qilib bo'linib, menga tovar belgisi, logotip tashqi ko'rinish dizayni zaявка sifatida keldi. Men topshirishni boshlayapman. Bitta fuqaro telefon qilyapti, tanishyapmiz. Men Anjir nomini patentlamoqchi edim deb menga aytyapti. Umuman boshqa shaxs. Xo'p deyapman, qaysi sohada deb savol beryapman. Savdo sohasida deyapti. 4 yildan beri faoliyat ko'rsataman. Anjir nomi bilan Vodiydan qaysidir viloyatdan 4 yildan beri faoliyat ko'rsataman. Ko'pchilik taniydi. 2 ta do'konim bor, Anjir nomi ostida o'shani patentlamoqchiman deb aytyapti. Keyin ba'zidan qidiryapman. Aka siz Anjir nomini patentlab olgan ekansiz-ku, aytyapman. Patentlab olgan ekansiz. 29-sinfda patentlagan, ya'ni kolbasa, sut, yog' mahsullari ishlab chiqarish va shirinliklar, pecheniya, non-novvoychilik mahsullari ishlab chiqarish sohalarida o'zi vaqtida jiyani bilanmi o'zini patentlashga topshirib, o'ziga keraksiz sohada patentlab olgan. 29-30 ishlab chiqarish savdo emas. U lekin savdo, u ishlab chiqarmaydi. Hech qanaqa men aytib o'tgan, sanab o'tgan narsalarni umuman ishlab chiqarmaydi, faqat savdosini qiladi. Kim aytdim aka menga xuddi shu narsani savdo sohasida sizdan oldin boshqa kishi aytib bo'lgan. Men o'zi topshiryapman. To'lovlarni olganmiz, topshiryapmiz. Sizga yordam bera olmayman deyapman. Men 3 yildan beri, 4 yildan beri ishlataman. Menikini topshirib bering deyapti. Ya'ni nima demoqchiman? Agar siz faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsangiz ham tovar belgisi bo'yicha, agar ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsangiz, agar ro'yxatdan o'tkazgan shaxs sizga olib tasha deb sizni faoliyatingizni to'xtatishi mumkin. Real o'zimizda bo'lgan voqea, yana bitta holat. Bu ham Vodiyda bo'lyapti. Quvonch degan do'konlar tarmog'i qilgan tadbirkor 6 ta filial ochgan. Patentlashni biza taklif qilganimizda, yo'q, men o'zim qilib olaman deb aytyapti. Aynan o'sha payt 2023-yillar edi. Sayt ishlamay qoldi, ya'ni sayt yangilanish bo'ldi, Adliya vazirligi saytida yangilanish bo'ldi. Biza elektron topshirardik. Qog'oz hujjat qilib, elektron qilib topshirardik. U o'zi topshirganida o'sha Adliya vazirligiga kelib tushmagan. Loyihasi kelib tushmagan. Quvonch degan tovar belgisini ro'yxatga o'tkazish bo'yicha arizasi kelib tushmagan. Bundan xabari yo'q tadbirkorni. Boshqa konkurenti Quvonch degan nomni ro'yxatdan o'tkazyapti va unga nisbatan 7 oydan keyin patentlash muddati tovar belgisida 7 oy bo'ladi. Jarayoni 10 yil muddatga patentlanadi. Sanoat namunasida ham xuddi shunday 7 oy jarayonlar davom etadi, 10 yil muddatga patentlanadi. Tezlashtirilgan varianti bor. Tezlashtirilgan variantida qo'shimcha davlat bojlari, to'lovlar to'lanadi. Natija nima bo'ldi? Boshqa undan keyin ochib olgan, undan keyin patentlab olgan Quvonch degan brend 6 ta filiali bor. 6 ta filialiga ham katta qilib o'sha Quvonch deb yozdirgan, ichkarilariga o'sha formalar tiktirgan, ijtimoiy tarmoqlarda necha mingtadir podpischilari bor, o'sha foydalanuvchilari bor, formalari, misol uchun znachoklari qilib bo'lgan, Quvonch deb qilib bo'lgan brendni yo'qotiryapti. Ya'ni arizaga adliyaga murojaat qilyapti, adliya borib unga nisbatan qonuniy chora ko'ryapti. Birinchisi ogohlantirish, keyin 15 baravardan 30 baravargacha, keyin 50 baravardan 100 baravargacha. Hozir o'sha aynan tovar belgisi bo'yicha 100 baravardan 1000 baravargacha jarima qo'llash nimasi o'sha belgilab qo'yilgan. Qonunchiligimiz bo'yicha tovar belgisida xuddi shunaqa holatlar bor. O'sha ko'p uchraydi. Tovar belgisi bo'yicha qonun buzilishlari asosan ko'p uchraydi. Masalan, uzumni kopirovka qilishdi. Samarqandda men o'zim kirganman, uzum degan restoran bor edi. Keyin o'sha miyaga keluvdi, uzum patentlamagan ekanmi, bular bemalol ishlatyapti deb o'ylab qoldim. Bir 5 oydan keyin uni nomi Yuzummi nimagadir o'zgardi. Men boshqa nomga o'zgardi. Nimaga deb aniqlashtirganimizda, shu uzum brendi patentlab olgan, bir necha sohalarda faoliyat ko'rsatadi. Aynan shu sohani ham, ya'ni restoran sohasini ham uzum patentlab olgan. Yana bitta muhim narsa, tovar belgisi sohasida
agar tadbirkor yoki shu brendni foydalanmoqchi bo'lgan shaxs bir nechta sohani o'ziga olib olib, misol uchun restoran sohasini, o'quv markazi sohasini, suv ishlab chiqarishni yoki mikrofon ishlab chiqarishni patentlab olib, 3 yil davomida aynan shu belgilab olgan, tanlab olgan yo'nalishi bo'yicha hech qanaqa faoliyat turini ko'rsatmasa agar, manfaatdor shaxs, ya'ni shu nomdan foydalanmoqchi bo'lgan shaxs o'sha tovar belgisiga bo'lgan huquq egaligini u shaxsdan sud orqali bekor qildirib o'ziga olib olishi mumkin. Bunga misol uchun mana shu Santal yozilgan ekan. Santal degan nomni bir nechta sohada oldim. Kolbasa sohasida, pechenya sohasida oldim. Suv sohasida ham olganman. Uy qurishda ham olganman, lekin faoliyatlarim bor, uy qurish bor, o'quv markazim bor, shirinlik bor, pechenya bor, kolbasa bor. Suv ishlab chiqarishim yo'q hali yo'q. 3 yildan o'tdi. Kimgadir Santal nomi yoqib qoldi. Shu nomni qilmoqchiman dedi. Qarasa, men patentlaganman, lekin bozorni o'rgandi. Santal degan suv yo'q, ijtimoiy tarmoqlarda yo'q, sayti yo'q, bozorlarda yo'q. Odamlar Santal degan suvni bilmaydi. Adliya vazirligiga Santal nomi ostida talabnoma topshirib, suv sohasida talabnoma topshirib, talabnomasiga rad javobini oladi albatta. Rad javobini olgandan keyin rad javobiga qayta javob qilib, nima qiladi? Sudga Santal nomi ostida 3 yildan ortiq vaqt mobaynida faoliyat ko'rsatmayotganligi uchun uni guvohnomasini aynan shu sohada, ya'ni kolbasa emas, pechenya emas yoki o'quv markazi emas, suv sohasida bekor qilishingizni so'rayman deb ariza qiladi. Keyin sud o'rganib chiqadi, ya'ni bu yoqda bu nomni band qilib olgan odam ham bo'ldi, ishlataversin demaydi. U ham ishlatayotganligini, ya'ni u nom o'zida qolishi uchun isbotlashga harakat qiladi. Ya'ni ikki taraf ham sudda isbotlash kerak bo'ladi. Bu men shu nomga da'vogarman, bu ishlatmayapti deyish kerak. Men o'rganib chiqdim, yo'q. Bu esa men ishlatyapman. Mana bu yoqda reklamalarim chiqqan, suv nomida masalan etiketkalar chiqarganman yoki mana bu do'konlarga shartnoma qilib, shu suvni yetkazib berganman necha ming dona partiya hisobida deb isbotlash kerak. Agar isbotlab berib bilmasa agar 3 yildan ortiq faoliyat ko'rsatmaganligi uchun ushbu yo'nalish bo'yicha nom boshqa kishiga o'tishi mumkin. Ya'ni boshqa kishi huquq egaligini olib biladi agar siz patent shu soha bo'yicha patentingiz bo'lsa ham ishlatmayotgan bo'lsangiz agar. Bu nima uchun bunaqa? Ataylab bitta nomni band qilib turish, ya'ni realizatsiyaga, ishlab chiqarishga kirgizmagan, shunchaki ataylab band qilib turibdi degan o'sha vaj bilan bekor qilinadi. Tovar belgisi yo'nalishida xuddi shunaqa. Yana bitta muhim narsa, tovar belgisida hozir kelamiz, 10 yil muddatga beriladi. 10 yil muddatdan keyin agar tadbirkor cho'zdirib olmasa agar, cho'zdirib olishiga yana 6 oy muhlat beradi. Cho'zdirib olishiga, ya'ni o'zingizda qolishi uchun yana 6 oy muhlat beradi, jarimasini to'lab. O'shanda ham cho'zdirib bo'lmasangiz agar, aynan xuddi shu ko'rinishda, dizayndagi tovar belgisini muddati tugagandan keyin siz patentlashga topshirsangiz ham sizga patent guvohnomasi bermaydi tovar belgisi bo'yicha. Misol, Artel degan brend bor. O'sha televizor, xolodilnik ishlab chiqarishda o'sha ko'rinishi bor, yashil rangdagi Artel neobычный shaklda yozilgan bor. 10 yil o'tdi, muddat tugadi, 6 oylik muddat ham tugadi. 1 yildan keyin, tugaganiga 1 yil bo'lgan. 1 yildan keyin men shu ko'rinish, shu dizaynni patent muddati tugagan ekan, men olaman endi deb patentlashga topshirsam agar, menga rad javobini beradi. 3 yilgacha xuddi shu ko'rinish, shu dizaynni ro'yxatdan qayta o'tkazib olishi mumkin emas boshqa shaxs. Nima uchun? Chunki bu mahsulotni omma tanigan, xalqni ongida bu Artel o'sha J United Groupga tegishli bo'lgan mahsulot ishlab chiqaruvchi kompaniya degan xulosa bor. Yana shu qaytadan shu sohada reklamalari ketib, shu mahsulot ishlab chiqarilish boshlasa, shunaqa dizayn bilan hali ommatan oddiy xalqni esidan chiqib ketmagan mahsulot deb sizga, ya'ni bizga talabnoma topshiruvchiga rad javobini beradi. 3 yil hisobini olgan shu mahsulot kishilarni esdan chiqib ketgan hisobiga 3 yil muddatni olgan vaqt sifatida. Lekin imkoniyat bor, umuman boshqa ko'rinish, boshqa dizayn qilib topshirish mumkin.
artel muddati tugadi. Shu sohada men bitta odamchani ko'rinishi sariq rang, uycha yoki xolodelnikning rasmi bilan nimadir boshqa ko'rinish, boshqa dizayn bilan yoki daraxtni ko'rinishi bilan patentlashga topshirsam agar ro'yxatdan o'tkazadi. Aynan o'sha ko'rinish, o'sha dizayn bo'lsa agar ro'yxatdan o'tkazmaydi, 3 yilgacha, 3 yildan keyin ro'yxatdan o'tkazadi. Tovar belgisi yo'nalishida shunaqa nima ishlaydi. Tovar belgisida McDonald'sni misol keltirganmiz. Ko'pchilik biladi, Founder kinosi ham bor. Asoschilardan tortib olingan brend. McDonald's nomi va oltin ravoqlari tovar belgisi sifatida aka-uka Richard va Morris McDonald'slarga tegishli edi. Franchising agent sifatida ishga kirgan Roy Kroc 61-yilda biznesini $2.7 million sotib oladi. Asosiy nishon restoranlar emas, aynan nom va brend edi. Aka-ukalar o'zlarining birinchi restoranini saqlab qolishadi, lekin nom huquqi Krocga o'tgani uchun keyin uni The Big M deb qayta nomlashga majbur bo'lishadi. Kroc ro'parasida McDonald'sni ochib, ularni bozordan chiqib chiqaradi. Og'zaki kelishilgan 0.5%dagi royalty shartnomaga yozilmagani uchun hech qachon to'lanmaydi. Bugungi hisobda yiliga $100 million yetgan o'sha 0.5 hisobdagi miqdor. Natija tovar belgisi kimda bo'lsa, biznes ham, hatto tarix ham o'shaniki. Kroc o'zini asoschisi The Founder deb atadi va kompaniya tarixi 1955-yildan uning restoranidan boshlab yoziladi. Bu ham yaqqol misol tovar belgisida qanchalik muhimligi bo'yicha. Ya'ni pul keltirishi sifatida aytyapman. Yana bitta muhim narsa bor. Aynan patentlash jarayonida biza hozir aytyapmiz, ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsa agar bir necha yildan beri faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa ham boshqa kishi olishi mumkin deyapmiz. U ro'yxatdan o'tkazib bo'ladi, lekin shunaqa holatlari bor. Keyinchalik bildi, misol uchun kimdir, misol keltiraman, 4 yildan beri yoki 5 yildan beri o'quv markazi sohasida qaysidir nom bilan ishlayotgan shaxs patentlab olmagan. Kimdir 3 oy bo'ldi, o'quv markazida faoliyatini boshladi va patentlab oldi. Ya'ni adliya patent berdi. Keyin bu manfaatdor shaxs sifatida, ya'ni buni guvohnomasini bekor bo'lishidan manfaatdor shaxs sifatida adliyaga, sudga, antimonopoliyaga, ya'ni monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasiga murojaat qilib, uni guvohnomasini bekor qildirishi mumkin. Nima uchun? Bir necha yildan beri faoliyat ko'rsatadi. Fuqarolar biladi. Shu brend nomi degan paytda bu kishini taniydi. Shu uchun bu narsa tovar belgisi bo'yicha adliyada hal qilinmaydi, sudda, monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasida hal qilinib, o'sha 3 oy oldin ochib patentlab olgan odamdan guvohnoma bekor qilinishi mumkin. Adliya vazirligi bekor qilmaydi, sud bekor qiladi. Sud monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasining qaroriga asosan guvohnomani bekor qiladi. Shu uchun tovar belgisida shunaqa joylari bor. Ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lsa ham keyinchalik bekor bo'lish holatlari bor. Lekin ko'pchilik holatlarda ro'yxatdan o'tkazgan shaxs bir necha yildan beri faoliyat ko'rsatayotgan qanaqadir tovar belgisi bo'lsa ham endigina ro'yxatdan o'tkazib olgan shaxsni huquqlari ustun bo'lib, u yutib chiqadi. Ya'ni sud jarayoni bo'lsa agar 70 ga 30, 60 ga 40 endi patent olgan fuqaro yutadi. Bir necha yildan beri ishlatib kelayotgan, lekin patent qilmagan fuqaro yutqazadi. Ko'pchilik holatlarda nima uchun? Biza misol uchun asoslab yozganmiz bitta. Agar o'sha bir necha yildan beri ishlayotgan shaxsga patent kerak bo'lmasa-chi, patent kerak emasligi uchun shunaqa qilgandir deb biza asosli qilib yozganimizda bizaga bergan. Bir marta rad javobini olgandik, shunaqa javob yozganimizda, ya'ni bu shart emas unga, shu bilan faoliyat ko'rsatmoqchi deb yozganimizda bizaga bergandi. Yana bitta muhim narsa, tovar belgisi bu ham ko'pchilik MCJ nomi bilan tovar belgisi nomini farqlamay qo'yadi. Ikkalasini bir xil narsa deb o'ylaydi. Misol uchun biza brendingizni himoyalab oling desak agar, MCJim bor, mana firmam bor, firmam nomi bor, o'sha bilan faoliyat ko'rsatyapman, menga patent shart emas deydi. Lekin tovar belgisi umuman boshqa narsa, MCJ umuman boshqa narsa. U yuridik shaxsning nomi, soliq to'lash uchun davlatdan rasmiy ro'yxatdan o'tgan tashkilot. Bu brend sifatida sizni o'sha mahsulotingizni
uchinchi shaxslarga yetib borishni ta'minlovchi nom. Bunga yaqqol misol sifatida, ya'ni katta korporatsiyalar, aqlli kompaniyalarni misol keltiraman. Korzinka tovar belgisi, uni MCJ'si Angelsi Foods Products MCJ. Ya'ni ular aytmayapti, "Men Angelsi Foods Products MCJ korxonam bor, menga tovar belgisi shart emas" demayapti. Tovar belgisi sifatida Korzinka brendi bilan ishlaydi. Firmasi boshqa yoki Artel brendi, Akfa brendi, labay. Parfumeriya ham shunaqa, to'g'ri. Artel, Akfa, J United Group MCJ ga tegishli. Firma boshqa, tovar belgisi nomi umuman boshqa narsa. Shuni ko'pchilik farqlamaydi, shu jihat ham juda muhim. Maxsus himoya obyektlari ham mavjud. Bularga talabnomalar kam topshiriladi. Ko'pincha men ko'rganlarim bunda hozirda ancha ko'paygan. Geografik ko'rsatkich mahsulot sifati uning kelib chiqqan hududi bilan bog'liq. Masalan, ma'lum tumanning asali yoki an'anaviy gilamlari. Misol keltirganmiz, Samarqand noni, Samarqand osh, G'ijdon shashlik, Olot somsa, ko'pchiliklaringiz eshitganmisizlar kerak bunaqa mahsulotlarni. Bularni Olot somsani ham, Samarqand nonni ham, Samarqand oshni ham, G'ijdon shashlikni ham o'sha hududni tuman hokimligi, viloyat hokimligi ro'yxatdan o'tkazgan. Geografik ko'rsatkichda. Ko'rsatkich hisobiga. Ya'ni bu nima degani? Bular ro'yxatdan o'tkazdi degani boshqa kishi ishlatishi mumkin emas degan tushunchani bermaydi. Bu faqat davlatda rasmiy ro'yxatdan o'tkazgan shu mahsulot asl vatani shu yer degan ma'noda. Shu yerda ro'yxatdan o'tkazilgan hisoblanadi. Seleksiya yutug'i yangi o'simlik navi, yangi hayvon zoti, qishloq xo'jaligi va biotexnologiya uchun. Yangi o'simlik navi endi buni o'sha shu sohada biologiya, kimyo sohasida mutaxassislari, ya'ni fan olimlari shug'ullanadi. Misol uchun paxtani yangi turi, mustaqillik 7, mustaqillik 8 yoki makkajo'xorini yangi turini, qanaqadir yangi turini yaratsa agar seleksiya yutug'i sifatida ro'yxatdan o'tkazadi. EHM dasturi va ba'zi dasturiy ta'minot ma'lumotlar bazasi IT startaplar uchun muhim aktiv. Guvohnomasini ro'yxatdan o'tkazadi. Bu 1 oylarda bo'ladi, 1 oy ham bo'lmaydi. Lekin mana shu yerda bitta muhim joyi bor. Bu ilovalar, saytlar shu yerda dastur kodlari sifatida ro'yxatdan o'tkaziladi. Men aytmoqchi bo'lgan muhim narsa, dastur kodlarini ro'yxatdan o'tkazish, uni to'liq shu dasturi ichki interfeysi, backend, frontend dastur kodlari to'liq himoyalandi degani emas. Chunki o'sha funksiyani bajaruvchi boshqa dastur mavjud bo'lsa agar, dastur kodlari farqlovchilik xususiyatiga ega bo'lsa agar, o'sha boshqa farqlovchilik xususiyatiga ega bo'lgan dastur kodlarini ham bu yoqdan ro'yxatdan o'tkaziladi. Ya'ni adliya faqat shu yoqda ro'yxatdan o'tkazish vazifasini bajaradi. Huquq buzilishi holatlarida adliya hech qanaqa chora ko'rmaydi. Ya'ni siz bordingiz, men EHM dasturimni, dastur kodlarimni shu yoqda ro'yxatdan o'tkazdim sizlardan. Menikiga o'xshagan dasturni ko'rib qoldim. Ichki interfeyslari ham bir xil ekan deb tushunyapman yoki shunaqa degan xulosadaman. Unga nisbatan chora ko'ringlar deysiz agar, biz faqat ro'yxatdan o'tkazganmiz, sudga murojaat qiling deydi adliya. Sudga murojaat qilasiz. Sud ekspertiza tayinlaydi, ya'ni ishni o'rganib chiqadi. Ekspert ham dasturchilar, kod yozadigan programmistlar shunaqa bo'ladi. Ekspert sifatida chaqiriladi. Shu dastur kodlarini uchinchi shaxs o'zi yozsa agar, xuddi shunaqa bir xil nima yozilgan bo'lsa shunaqa yozib biladimi yoki ko'chirilganmi degan savol o'rtaga tashlanib, shu yoqda masala oydinlashadi. Ya'ni yo'q, buni обычный yozsa agar, bunaqa bir xil shunaqa interfeys hosil bo'ladigan kod darajasida yozib bo'lmaydi. Umuman bilmagan shaxs yoza olmaydi desa agar, bu ko'chirilgan hisoblanadi. Agar yo'q, yozib biladi, o'xshashlik darajasi farqlovchilik xususiyati mavjud bo'lsa agar, bu yoqda ko'chirilmagan hisobga o'tib, uni da'vosi rad etiladi. U yana EHM dasturi sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan hisoblanadi. Shu uchun men tovar belgisiga urg'u berayotganim, Klik ham bir vazifani bajaradi, PayMe ham bitta vazifani bajaradi. To'lov tizimi, to'lov operatsiyalarini birinchisidan ikkinchisiga o'tkazish operatsiyalarini bajaradi. Qanaqadir tashqi ko'rinish dizaynida, ichki interfeyslarida farqlovchilik xususiyatlari mavjud. Lekin ularning asosiy farqlovchi omil ularning nomlari. Tashqi ko'rinish dizayni. Klik nomi, PayMe nomi, PayMe brendi tashqi ko'rinish dizayni, Klik nomi tashqi ko'rinish dizayni. Bittasi xavfsizlikka urg'u bersa, masalan, PayMe biza xavfsiz biza desa agar,
Bittasi tezkorlikka urg'u beradi yoki qanaqadir boshqa farqlovchi jihatlari bor. Dastur kodlari bilan men dastur kodimni ko'pchilik chiqadi, patentlayapman. Keyin hech kim shunaqa nima qila olmaydimi? Shu sohada ishlashi mumkin bo'lgan qanaqadir dastur qilsa agar men uni yo'qotib bilamanmi degan dastur kodini himoya qilayotgan payt savol beradi. Unaqa emas. Sizni farqlovchi xususiyatingiz brendingizni nomi, logotipi bilan asosan farq qiladi. Bu ko'chirmachilik bo'lgan holati to'liq copyright qilgan paytda, ya'ni to'liq nusxa olgan paytda, HTML ga tashlagan paytda aynan shu programma kelib chiqadimi yoki yo'qmi? O'sha darajadagicha yaqin bo'lsagina boshqa huquq buzuvchi, ya'ni boshqa kishi haqiqatan ham ko'chirgan degan xulosa beriladi. Bo'lmasa unaqa xulosa berilmaydi bunda. Mana shu EHM dasturda. Keyin tovar kelib chiqqan joy nomi ma'lum mahsulot aynan bir hududda ishlab chiqarilganligini bildiradi. Misol uchun, Chortoq mineral suvlari Namanganda, Barjom ichimligi Gruziyada. Mana shu yerda ham bitta muhim narsa bor. Tovar kelib chiqqan joy nomida Chortoq ham rasmiy ro'yxatdan o'tkazgan. Tovar belgisi sifatida ko'rinish dizaynlarini so'ziga himoya bermagan, chunki Namangandagi Chortoq degan hudud bor ekan, o'sha yerdan suv chiqar ekan. So'ziga himoya bermaymiz. Ko'rinishni himoya qilamiz, lekin Chortoq nomi tovar kelib chiqqan joy nomi sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan. Misol uchun, siz Chortoq deb Qoraqalpoqdan suv ishlab chiqarsangiz agar, sizga iste'molchini chalg'itadi, yolg'on ma'lumot beryapti degan ma'noda ro'yxatdan o'tkazaman deb ariza berganingizda rad javobini beradi. Chunki Chortoq suvini Qoraqalpoq viloyatidan ishlab chiqarish mumkin emas degan xulosa beradi. Ya'ni siz uchinchi shaxsni ishlab chiqarilgan joy, ishlab chiqarilgan manzil degan joyda aldayapsiz. Iste'molchini chalg'ituvchi, yolg'on informatsiya beruvchi degan xulosa kelib chiqib, sizga rad javobini beradi. Aynan o'sha hududda bo'lish kerak. Yana bitta narsa, ko'pchilik bilmaydigan joyi, qaysi yuridik shaxs, qaysi jismoniy shaxs Namangan Chortoqda suv ishlab chiqarsa, bemalol. Ya'ni hozirda katta brend bor, Chortoq degan suv ishlab chiqaradi Namanganda. Namanganda yashovchi, Chortoqda yashovchi, Chortoqda firma ochgan bitta shaxs Chortoq deb suv ishlab chiqarishi mumkin, bemalol, hech qanaqa unga muammo yo'q. Nima uchun? Tovar kelib chiqqan joy nomida aynan o'sha hududda faoliyat ko'rsatuvchi yuridik shaxs yoki jismoniy shaxs aynan shu nomdagi mahsulotni boshqalar ishlab chiqarayotgan bo'lsa ham yana ishlab chiqarishi mumkin. Faqat tashqi ko'rinish dizaynini o'zgartirsa bo'ldi. Hozirda Chortoq suvlari bor. Boshqacha yana Chortoq suvi chiqadi, boshqacha dizaynda chiqadi bo'ldi. Katta korporatsiya unga nisbatan nima qilyapsan, nimaga meni nomimdan ishlatyapsan, unaqa umuman muammo qilish mumkin emas. Qonunan bu vakolat unda yo'q. Tovar kelib chiqqan joy nomiga nisbatan aynan shu narsa ishlaydi. Yana bitta narsa, xorijiy tashkilot bo'lsa agar, xorijiy tashkilot Rossiyadan kelgan yoki qanaqadir firma bo'lsa, shu yerda kelib faoliyatini ochsa agar, u ham bemalol faoliyat ko'rsatishi mumkin, shunaqa mahsulotni ishlab chiqarishi mumkin, tovar kelib chiqqan joy nomi sifatida. Demak, xulosalaymiz. Hozirgi aytib o'tganlarimni yana bir xulosalab olamiz. Patentning turlari ixtiro, foydali model, san'at namunasi, tovar belgisida guvohnoma deyiladi. Yangi texnik yechim, qurilma, usul, kimyo sohasida, tibbiyot sohasida, qishloq xo'jaligi sohasida, sanoat sohasida ixtiro 20 yil muddatga bo'ladi. Yangilik, ixtirochilik nimasi muhim? Qo'llanuvchanlik, ya'ni sanoatda qo'llash imkoniyati mavjudligi. Asosiy talablari. Foydali model qurilmaning soddaroq yechimi, ko'zoynak sifatida, xolodilnik sifatida misol qilib keltirdim. 10 yil muddatga bo'ladi. Yangilik va qo'llanuvchanlik, ya'ni amalda qo'lla bo'lishi. Ya'ni foydali model sifatida ro'yxatdan o'tkazyapsiz, lekin uni amalda qo'llab bo'lmasa agar, uni foydalilik xususiyati ham mavjud bo'lmaydi va u ro'yxatdan o'tkazilmaydi. Ixtiroda esa ilmiylik darajasi o'rganiladi. Ya'ni ilmiy jihatdan ham, o'sha fan nuqtai nazaridan ham kelib chiqqan ilmiy jihatdan ham u ixtiroga tortish kerak. Sanoat namunasi buyumning tashqi ko'rinishi, dizayni bu juda ham oson. Sanoat namunasi nimani yangicha ko'rinishi, yangi tashqi dizayn elementi mavjud bo'lsa agar, sanoat namunasi sifatida ro'yxatdan o'tkazish mumkin. Tovar belgisi, brend, nom, logotip belgi. Biz o'zimiz aynan shu sohada ishlaymiz. Mana shu ikkita sohada men o'zim ishlayman. Mana bu ikkita sohani o'zimiz yaqinda qo'shdik. Yuristlarni nima qilib yaqinda qo'shyapmiz.
shu murojaat bo'lganda yordam berish uchun. Mana bu yoqda 10 yil va yana cheksiz deb berilgan. Agar tadbirkor patentlab olganidan keyin o'zi voz kechmasa yoki cho'zdirib olish esidan chiqmasa, davomiy ketaveradi. 10 yil, 20 yil, 30 yil, 40 yil, 100 yil, 150 yil bemalol huquqiy himoya unda bo'lib qolaveradi. Endi mualliflik huquqi boshida aytib o'tganimdek, boshida mualliflik huquqi adabiyot asarlari, san'at asarlarini aytuvdim. U yoqda aniq muddat bor, yoki san'at namunasida foydali modelda aniq muddat bor, keyin omma mulkka aylanib ketishida mualliflik huquqida muallifning butun umri davomida va uning vafotidan keyin yana 70 yil davomida uning mulki sifatida qoladi, uning qo'shiqlari, asari, she'rlari.